Johir. Rabbiy xo'jay. Mana qara. Sudalaring ahvolini qara, o'tgan oygidan ham past bo'libdi. Klientlar qara o'ssalarmi? Ishlasalaring to'g'ri ishlalar. Bor sudingni. O'g'lingiz analiz javoblari yomon chiqdi. Operatsiya qilishimiz kerak. Mana bu dorilarni yetkazib bersangiz, biz ishni boshlayverdik. Ishxonada ham suvga tushgan. O'g'limni ham kasaldan bosh chiqmayapti. Endi mana ahvol. Qancha yaxshi bo'lsin deb harakat qilyapman, hammasi teskariga ketyapti. Ne unaqa bo'ldi, to'g'ri-ku? Molingga ham, joningga ham uribdi-da. Ne unaqa deyapsan? Shuncha qilib yurgan ishlaring esingdan chiqib qoldimi? Tushunganmi ekan? 100%. Men seni qancha ogohlantirdim? Hech nima bo'lmaydi, hammasi cho'tki degding. Shumi hech nima bo'lmagani? Shuncha ishlardan keyin xulosa chiqarib qaytsang, qaytding. Yo'masa bundan battariga tayyor tur. Ha, aytgancha, sen meni aytganimni qilmaysan-ku. Yaxshi odam